Semizlikning asosiy sabablari: alimentar omillar va kam harakatchanlik. Bunda iste'mol qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan energiya sarflanishining kamligi. Qalqonsimon bez kasalliklari, ya'ni gipotireoz. Bunda qonda tireotrop gormoni, ya'ni TTG gormonining normadan oshishi, erkin T3 va T4 gormonlarining normadan pasayishi. Bunda ham organizmda modda almashinuvi sekinlashib, yog' to'planishi kuzatiladi. Buyrak usti bezi, kortizol oshishi, ya'ni giperkortizolizm, oshqozon usti bezini insulin gormonining oshishi, insulinga rezistentlik va prolaktin gormonining oshishi, giperprolaktinemiya ham organizmda yog'larning miqdorini ushlab qolib oshirishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, tungi uyqu rejimining buzilishi yoki vaqtida uxlamaslik. Biz bilamizki, melatonin gormoni asosiy kechqurun ishlab chiqariladi va bu gormon organizmda ishtahani bloklaydigan leptin gormonini ishlab chiqarishini vazifasini boshqaradi. Shu uyqu rejimining buzilishi bu leptin gormonining pasayishiga va o'z vazifasini bajarmasligiga sababchi bo'ladi. Va undan tashqari dori vositalarini shifokor nazoratisiz qabul qilish, ya'ni glyukortikosteroidlar, homiladorlikdan saqlanuvchi kontratseptiv preparatlar hamda qonda qand miqdorini pasaytiruvchi insulin miqdorini dozasini yuqori miqdorda olish. Bu ham yog'larni ushlab qolib, organizmda semizlikka sabab bo'ladi. Hamda ruhiy stress va irsiy moyilliklar ham bu semizlikka olib keluvchi sabablar hisoblanadi. Agar sizda yuqoridagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, Ne'mat kardio klinikasiga murojaat qilib, endokrinolog shifokoridan o'tishingizni tavsiya qilaman. O'z sog'ligingizga befarq bo'lmang.